Xayrli kun aziz kuzatuvchilar. O'sha Olmasterdan bitta obzor. Malibu 2 kelgan bizga. Xo'sh. Bularni kimdir katalizatorni echgan, ochganda mana bunaqa narsa qo'yib tashlashgan ekan. Ichini yig'gan, turbalar qo'ygan, yana bu narsalar qo'ygan. Mashina vashshi sasigan, xullas ko'ram ertalab zavod qilganda traktorga o'xshab ovoz chiqadi, g'alati yurishlar, короче, bo'g'ilishlar, deysin rasxod. Hammasi mijozga umuman yoqmaganda. Ular jalb qilib mashinani sotib olishim kerakmikan deb kelgan edi. Hozir biz buni katalizatorini ochib tozalaymizda ichini. Xudo xolasa ichiga yangi katalizatorlar qo'yib zakonni qilib yig'ib beramiz. Mana yig'ilgan ko'ryapsizmi? Turba qo'ygan, setkalar tiqqan, ichiga короче, mana bosh tomoniga bunaqa narsa qo'ygan. Bu narsalar endi bu mashinalarga emas. Bularga Matizga, Sparkga bo'ladi, lekin Malibularga уже bo'lmaydi-da bu. Turbina bo'lsa bu. Endi qanaqa usta qo'ygan bilmadik endi. Ustalar ham masalan klient qo'yib bersa, qo'yib beraverish kerak emas, maslahat berish kerak ozgina. Katalizatorlarni vaqti olmaylar. Mana shu keyin katalizatorlar yevro 6 qo'yiladi mana. Teshiklar yiri bo'ladi. Mashina umuman shtrix kodlari bilan turibdi. Umuman mashina bo'g'ilmaydi, rasxod kamayadi, lishni ovoz chiqmaydi, zakonni bo'ladi holatlar. Mabodo sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Olim Masterga aloqaga chiqinglar, Instagram orqali podpisatsiya qilib qo'yinglar. Xo'sh, Olim Master yozilishi mana kichkina znaklar bilan chiqib turibdi. Mana shu Olim chiziqcha Master yozasizlar, ikkitalik sportivniy guruchli ko'tarilgan rasm chiqadi. Aloqaga chiqib qo'yinglar, nima xizmatlar bo'lsa guruchli tuning bo'yicha xohlagan ishlaringizni qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Chiroyli videolar bo'lib turadi, ko'rib borasizlar, o'zlaringizning fikr almashinuvi bo'ladi. Mashinalaringiz qanaqa yurganini bundoq solishtirib, razm solib ko'rasizlar, eshitib ko'rasizlar, zavod qilganda, masalan yurganda, to'xtaganda, hovlida zavod qilganda sasqitlar chiqadigan bo'lsa, Olim Masterga bemalol aloqaga chiqinglar, xijolatsiz qarab qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar.